istaydi. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? O'zim qildim. 2 marta operatsiya bo'lganman belimdan, 2 marta. Keyin 2 marta ham operatsiya bo'lgandan keyin chiqib ketdi garajga. Hozir muammo oyog'im og'rimaydi, belim og'rimaydi, faqat ikki oyog'im uvushadi, keyin peshob. Bu yerda ishtirish shart emas, menimcha. Qachon operatsiyaga показания bo'ladi, прямой показания degan narsa bor operatsiyaga. Agarda og'riq juda ham kuchli bo'layapti, lekin o'sha siydikni tuta olmasa, o'sha qo'polib qaytganda siydik chiqib ketaversa, odamning ixtiyoriga bo'ysunmasa, o'shanda operatsiyaga borish kerak bo'ladi. Bizga qo'llangan usul bu Yevropa mamlakatlarida qo'llangan usul hisoblanadi. Koreya mamlakatlarida plazma terapiya ishlatiladi, misol uchun spetsial magnetik terapiyalar, lazer terapiyalar, udarna onlayn terapiyalar ishlatiladi. Men bu avdiyo sizga nimaga qo'yib berganim sababi bu grijlar mana bo'ladi, oldirib boraman deb yurmang. Bu grijlarni kesirib operatsiya qildirganingizdan keyin ham chiqib kelish mumkin agar siz o'sha reabilitatsiyasini to'g'ri o'tkazmasangiz. O'shaning uchun bu grijlar so'rilib ketadi, juda ham zo'r so'rilib ketadi. Agar siz o'z vaqtida bizga murojaat qilsangiz, men Ilmurod Shohruh bu grijlardan davolanishga biz sababchimiz shifo berayotgan avvalambor Alloh. Biz sizga maksimal yordam beramiz. 15 xil usul bilan bu grijlar sizga xalos bo'lishga yordam beramiz. Qabulimizga yozilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerga telefon qilib, qabulga faqatgina zaps orqali qabul qilamiz.